Meni hayotim oxirgi 3 oy ichida tubdan o'zgardi. Aslida ular muhabbat insonni qay ko'yga solishini bilganlarida edi. Shuni bilki, men o'z ixtiyorim bilan ketganim yo'q. Qani endi hozir bir daqiqa sizlarni yoningizga qaytish imkoni bo'lganda oshiq bo'ldim o'zingga, ko'rmay o'lsam yetaman. Yo'q, ko'zingizni oching. Ko'rsat yuzingni, yo'llayman manda, toqat qolmadi. Mehribonim qaydasan, jonda boqar qolmadi. Tiriklik chog'ida parvo qilmaysan, qazib qo'yilgandir avvaldan qabri. Yoningda yurganda sezmaysan hatto, o'lganda bilanar insonning qadri. Akam o'shanda 3 kun ketma-ket uxlamadi. Odamlarni umraga jo'natishim kerak edi, lekin 3-kun uxladi-yu uyg'onmadi. Yuragi to'xtab qoldi. Men akamga o'xshashni xohlamasdim. Chunki u ota-onamni qiynaydi deb o'ylardim. Endi bilsam, xohlasam ham akamga o'xshay olmas ekanman. Chunki u faqat ota-onamni emas, boshqalarni ham o'ylaydigan odam ekan. Xolalarim ham ishli bo'lib qoladi, tog'alarim, amakilarim, ammalarim ham oyoqqa turadi deb hazil qilardi. Lekin u hazil emas, niyat ekan. Bu dunyodan nima ko'rdik? Oxiri borar joyimiz qabr. Har bir o'tgan kuningiz uchun